Xo'p, 6-misolga yechaman. Sharga ichki chizilgan konusning o'q kesimi. Xo'p, sharga ichki chizilgan konusning o'q kesimi mana teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakdan iborat. Demak, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, yuqoridagi burchagi to'g'ri burchak 90 gradusdan teng yonli. Demak, mana bu joy gipotenuza. Endi bizga ma'lumki, uchburchakka tashqi chizilgan aylana mavzusidan uchburchagim to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, unga tashqi chizilgan aylananing markazi gipotenuzaning o'rtasida joylashadi. Demak, mana bu joy gipotenuzaning o'rtasida joylashgan bo'ldi. Endi mana bu burchak 90 gradus bo'lsa, bu tortib turgan yo'y 180 gradusga teng. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, mana bu joy o'sha tashqi chizilgan aylanani diametriga to'g'ri keldi. Xulosa qildik. Endi bu sharga nisbatan qaraganimda ham sharni diametri. Ya'ni sharni shu chiziq teng 2 ga bo'ladi. Va boshladik. Sharni teng 2 ga bo'lsa, shar markazidan chetki qismigacha, sirtigacha bo'lgan masofa radius, konusning balandligi ham yana o'sha shar markazidan sirtigacha bo'lgan masofa balandligimiz ham radiusga teng. Konusning hajmi 1/3 pi r kvadrat h. 1/3 pi r kub. Shar hajmi 4/3 pi r kub. Ana endi konusning hajmi shar hajmidan 4 marta kichkina. Shar hajmini 4 ga bo'lsam, konus hajmi kelib chiqdi. Bu degani shar hajmini 4 dan bir qismi, ya'ni 0,25 qismi konus hajmiga teng. Javobi ajoyib.